Aziz do'stlar, mana paromga ham chiqib oldik. Bizning 8-etajga bergan edi. Yotoqxonamizda. Mana adres bor ekan, mana yoqqa. Bistro bor ekan, mana biladigan joy bor ekan, strelka ko'rsatilgan. Bistro deb sherga yo'naltib yubordi. Shu tarafga qarab borsangizlar dedi, kuxnyalarimiz bor dedi. Shopirlar uchun, trak driverlar uchun. Mana. Mana shu yerda o'tirar ekan. Yana choy, poy olib, kofe xohlasangiz damlab olasiz. Mana har xil shakar, pakarlar, salatlar bor, xilma-xil. Shakarlardan, salatlardan solasiz. Ha. Olamiz, mana kelasizlar. Bu yerdan podnos olasizlar, mana podnos. Keyin mana menyusi bor ekan. Qoshiq olasizlar, mana burgerlar bor ekan, har xil soplar, ovqatlar mana har xil. Shvedskiy stol ekanda. Shvedskiy stol. Mana hamma o'chirib turib olyapti. Mana ovqatlar. Xohlagan ovqatlaringizdan aytsanglar solib beradi. Mana. Salatlar xohlasangiz, qancha olsangiz salatlar bor. So'olasiz salatlar. Kofe. Qisqasi shunday. Ularga kelib o'tirib yeysizlar mana. Direkt stollar bor, hammasi. Mana baqa bo'sh idishlarni olib kelib bo'lgandan keyin qo'yib ketadi. O'chirib turib olyapmiz. Püredan xohlagan salat oldik. Mana ovqat olamiz. Mana ovqat. Mana kartoshka bor. Baliq. Mana guruch qaynatilgan kartoshka pyure. Kotlet bor. Keyin bu yerda souslar bilan har xil. Tavuq bor ekanmi? Tavuq? Yo'q, tavuq mana chekkaga turibdi. Qaysi? Mana ham bergan. Hali kotleti bor. Ana tavuq. Qaysi? Ha, banka turganmi? Banka. Anavi-ku, kurasan-ku. Mana nima deydi? Oyog'im Bulishga chiqargan narsa. Yo'q. Hayla, to'maloq turibdi-ku, tavuq. Shishani ichida turibdimi? Yo'q, anavi kurasan. Hay, how are you?